Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Mustaqillik mahallasi kottejlardamiz. 7-ko'cha Pikarning to'g'risida sotilayotgan 6 sotixli kottejimiz bor. Buni ichini ko'rsatib o'tamiz. Remont ishlari davom etmoqda. Steyajga qilingan yangi steyajga. To'g'risida hojatxonasi bor. Bu yerda hovuz bor. Bemalol bu tarafdan vremenka qurib olsangiz bo'ladi. Tashqari taraf. Xonalarni ketma-ket ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda katyolimiz bor, ishlaydi bemalol. Xonalarning ichkarisini ko'rsatamiz. Bizdan kattagina zal, o'ng tarafda oshxonamiz bor. Gazdan muammosi yo'q. Santexnika ishlar qilingan. Bu yerda chap qo'lda sanuzilimiz birinchi, to'g'rida esa mehmonxonamiz. Remontlari bemalol yashasa bo'ladi, remontlari yaxshi holatda. Bu yerda ham yana bitta sanuzil, ikkinchi sanuzilimiz. Bu yerda yana bitta bor, 3 ta sanuzili bor xonalarimiz. Hammasi pol qilingan. Bemalol kirib yashasa bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 550 million deyapti. Bizda obunachilar kelishdi deb eshadi. Xohlasangiz bank orqali ham qilib beriladi.